Assalomu alaykum azizlar. Tabobat sohasida 10 yillik tajribamiz bor yaqin. 8 yildan beri asalari chaqtirib muolaja qilamiz. Undan avval ham giyohlar bilan, qo'shimcha giyohlar bilan muolaja qilib yurganmiz. Hozir mana shuncha yillik tajribamizda hozir mana ko'rsatib turib aytdik. Mana shu qismlarda ham mana ko'pchilikda, ayniqsa yosh kattalarda og'riqlar kuzatiladi. Artroz deydi, artrit deydi, mana shunaqa mana yong'oqcha shaklda bo'lib qoladi. Ba'zilar mana shu yerlarda suyuqlik yig'iladi. Yig'ilganda ogizishga harakat qiladi. Buni ogizmanglar. Ogizgan paytda og'riqlar yengillab boshqa qiladi, lekin u narsa umuman mumkin emas. Chunki keyin suyak yemirilishi kelib chiqadi bu yerda. Qo'shimcha suyuqliklar kuyishga to'g'ri keladi. Masalan, mana ko'ramiz, har 6 oyda u tizaga, bu tizaga suyuqliklar kuyadi. Asli unday narsa qilmaslik kerak. Bizga murojaat qilsalaring, asalari chaqtirib muolaja qilamiz. Xudo xohlasa, mana shu narsalarga zo'r natija bo'ladi. Mana bu qismlarda ishib ketadi ko'pchilikda. Mana kunduz bilan yursa, mana shu yerlar ishib ketadi. Kechqurun yana asl holatiga qaytib qoladi. Mana shunday og'riqlar bor bemorlarimizda. Mana shu holatlarda ham bemalol ikkilanmasdan murojaat qilinaveradi. Kimlarda mana bunaqangi mana varikozlar bor. Mana shularga ham zarracha shubha qilmasdan kelinglar. O'sha bitta muolajada hammasiga teng foyda ketaveradi. Mana shu kabi varikozlar. Bular ham shu asalari chaqtirib muolaja qilinadi. Mana bittada ikkita arini ushlab olganmiz. Bittasi chaqmadimi? Bittasi chaqmadi. Kimda shu kabi kasalliklar bo'lsa, artrit, artroz, poliartrit hammasiga asalari chaqtirib muolaja qilinadi. Muhimi ixlos, shifo Allohdan sababini qilishlik kerak. Asalari muolajasi dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Ayniqsa bo'g'in kasalliklari, shamollashlarga juda ham samarasi kuchli. Umuman bunga teng keladigani yo'q. Manzilimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumani Musiqa san'at maktabi ro'parasida klinikamiz. Bemalol kelsa bo'laveradi. Bir kurs lecheniyasi 7 kun bo'ladi. 2 mahal muolaja bo'ladi. Kasallik holatiga qarab kurs muolaja bo'ladi. Umurbek tabib desalaring YouTube, Telegram kanallarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqilaveradi.